O'zi montajda. qanchalik qiziqasiz o'zi mana Islom aka? Вот misol uchun men birinchi taymdan keyin uxlab olishim mumkin spokойно. Ronaldoga yarashadi deb o'ylamayman. Qaridi endi o'zi 40 ga kirdi endi menimcha. Biz ham 40 ga borib ezma bo'lib qolsak kerak deb o'ylayman. Aytmoqchimanki, допустим, aytaylik, вот Masharipov o'ynagan Ronaldo bilan bitta klubda o'ynagan Masharipov. Men bundan juda ham xursandman. Lekin sharhlovchiga qiyshiq deb desa, nimaga qiyshiq deb deysan nima? Menga bizani O'zbekiston terma jamoasi o'ynayotganda sharhlovchilar bizani futbolchilarni ko'proq maqtab emas, ko'proq tanqid qilib sharhlashini xohlayman. Islom aka, sizga necha pul bersa siz futbol haqida umuman gapirmaysiz. ya'ni bittada katta summa olay deydi. Misol uchun 100 ming yoki 50 ming futbolchini 300 mingga baholab sotishni xohlaydi yoki yarim millionga sotishni xohlaydi va bu transfer o'xshamaydi. Mana javob. Islom Ali, Muhammad Ali, Muhammad Karimov bugungi bizani ekspertimiz, mehmonimiz, olqishinglar. Va sahna stand-up prezidenti Islom Karimov, futbolni ashaddiy muxlisi. Assalomu alaykum barchaga. Qalaysizlar, nima bo'lar ekan deb kelgan odamlar? Endi sizni men adashmasam 3-4 yildan beri taniyman, bir ko'rishganmiz, gaplashganmiz, futbol sharhlaringizni doim eshitib boraman. Futbol ko'rganda, doim eshitib bormaysiz-ku Islom aka. Futbol ko'rganda deb aytib o'tyapman. Shuni deb aytib o'tdim. Telegram bloklari bor, o'sha Telegram bloklar ochilgandan buyon kuzataman. Lekin yoshsiz va qanaqa kirib kelganingizni, bu sohaga qachon boshlaganingizni, qanaqa yo'l bilan kirib kelganingizni men bilmayman, to'g'risi. Bu menga juda ham qiziq. Ekran bo'ldi. Bir o'zimiz bo'lamiz, boshqa hech kim yo'q, lekin odamlarning oldida gapirish biroz hayajonli ekan. To'g'risi birinchi marta o'shanga aybga bermaysizlar. Xo'sh, Futbol TV telekanali bo'lardi, avvalgi eski Zo'r TV UzReport tomonidan ochilgan. Men shogirdlikka borganman Davron akaning oldilariga va shunaki o'rganib yurganmiz. Davron aka, Orif aka, Hasan akalar bo'lgan va bir vaqtda Telegram kanalini, telekanalning Telegramini yuritadigan admin ishdan bo'shagan. Va o'sha payt men kelganman, qila olasanmi deyishgan. Albatta deganman, vaholanki bilmayman. Chunki siz hozir bunaqa vaziyatda bilsangiz, bilmasangiz bu vaziyatdan foydalanish kerak deb hisoblayman. Ya'ni futbolni doimiy ko'raman, ona tildan o'rtacha o'qiganman. Yozishni bilaman. Telegram blog yurgizish u qadar qiyin emas deb hisoblaganman va adminlikka olishgan. Ozginadan keyin to'liq ijtimoiy tarmoqlarni topshirib qo'yishgan. Va shu tariqa o'zi telekanalda faoliyat boshlangan. Sharhdagisi qiziqroq. Sharhlovchi sifatida endi ko'rganman, qolganlar 2-3 yil, 3-4 yil davomida ichida yurib, o'rganib, sharhga birga kirib, kirganda ham gapirmasdan faqatgina kuzatib o'rganib, keyin asta-sekinlik bilan jonli efirga chiqishgan. Bizda esa biroz menda boshqacha bo'lgan. Xo'sh, Telegram guruh bor, sharhlovchilar va rahbar, rejissyor kim qaysi o'yinni sharhlashini bir hafta oldin guruhga tashlanadi. Lekin bitta o'yin, Atletikoning o'yini yozilmay qolib ketgan. Biz uni bilmaganmiz. Hozir mana o'yin boshlanishiga, endi men Telegramda gollarni ham qirqib boraman, har bir efirda men o'tiraman. Bir studiyada parallel boshqa o'yin ketyapti. Atletikoning boshlanishiga yarim soat qoldi. Odatda bizda sharhlovchilar yarim soat, kamida yarim soat oldin kelib bo'lishgan bo'ladi. Endi hozir kelib qolsa kerak, kimligini bilmayman men. U ro'yxatga ko'rmaganman, u guruhda bo'lmaganman, chunki men sharhlovchi emasman. 25 minut, 20 endi уже telefon qilishni boshladik. Ro'yxatga qarasa hech kim emas. Kim bo'sh bo'lsa, shu zahot chaqirishmoqchi. Telefon qilishyapti, biri ko'tarmayapti, biri o'chiq. Kechqurun tungi soat 1 ga yaqin o'yin boshlanadi. Va Muhammad Ali, sharh olaysanmi deyishgan. Endi ana kinolarda bo'ladi-ku, amerikanskiy yoki hind kinolarini ko'rgan bo'lsangiz kerak. Avariya vaqtida yoki shunga o'xshash vaziyatda bir soniya to'xtab qolasiz, lekin butun umringiz xayolingizdan o'tadi-yu. O'ylabman-da hozir. Agar men hozir rozi bo'lsam, lekin o'xshata olmasam, hatto men birga kirmaganman, hech qachon umuman xonaga kirmaganman. Endi o'zim kirganman-ku, lekin tajriba uchun yonida o'tirib o'rganmaganman, umuman kirmaganman. Chunki men o'ylaganmanki, endi ishga kirdim, 3-4 yil men sabr qilishim kerak deb o'ylaganman. Misol hozir ko'pchilik yoshlar shu zahot xohlaydi-yu. O'sha vaziyatda xullas 1 sekund ichida o'ylayapman, hozir agar kirsam, agar parod qilsam, bo'ldi, men boshlanmasdan faoliyatim tugaydi. Agar hozir kirmasam, o'sha vaqtda senga imkoniyat beruvdik.
Sen kirmaganding-ku. Endi hozir to'xtab tur, deysachi deyapman. 1 sekund o'tyapti. Ani savol hali savol bergan odam turibdi. Xuddi kinolardagidek. Hali ham esimda. Kiraman deganman. Shaxlolisman deganman. Bo'ldi. 1 sekund ichida ani xayolga o'tib ketdi. Men endi kino ko'rganman, yoshman. Risk qilmasang, hozir bunday imkoniyatdan foydalanmasang, keyin bo'lmasligi mumkin deyapman-da. Davay risk qilish kerak deyapman. Risk qildik va o'rtachadan ham past, imkon qadar nima bilsam gapirib o'tirdim, lekin futbol ko'rib borardim. Ya'ni bir marta ham jonli efirga chiqmaganman boshqa, lekin doimiy ko'rib borganman, hatto Atletikoning o'yinlarini ham. Chunki men xohlamasam ko'rardim. Chunki men har bir telekanalda ketgan o'yinni golini joylab borishim kerak edi. Shuning uchun xohlasangiz ko'rib borasiz. Va bilganimcha sharhlaganman, shu bilan bo'ladi deyishgan rahbariyat tomonidan va keyingi o'yinlarga imkoniyat berishgan. Va yaxshi ham men omadli deb hisoblayman o'zimni. O'sha payt koronavirus payti edi. Koreya chempionati, ya'ni hamma chempionat to'xtab qolgandan keyin Koreya chempionatini telekanal ko'rsatishni boshlagandi. O'sha payt Koreya chempionati ham ketardi, Koreya chempionati. Yakshanba kun soat ertalab 11, ya'ni ertalab biz uchun ertalabda futbol ko'radiganlar 11, 12 da boshlanadi. Hech kim kelgisi yo'q. Ama sharhga chanqovman, yonib turibman, istalgan o'yinni bersa sharhlayman deb turibman. Tajriba uchun-da. Shaxmatda ham sharhlab ketasiz, qo'ying. Shaxmatda ham sharhlab ketasiz. Farqi yo'q. Ana qora donaga yurildi. Hozir ko'ramiz oq donaga kim yuradi. Shunaqa. Va shu Koreyani berib qo'yishgan. Koreya eng katta tajriba bo'lgan. Vaholanki, u Koreya tabiiy misol uchun butun dunyo kuzatmaydi-yu, u chempionatni tarkiblarini ham topish qiyin. O'ylaganman keyin. Kim bilib o'tiribdi hozir? Ya'ni kim tashqi ekranda ko'rayotgan o'zi qancha odam ko'ryapti-yu o'zi. Ko'rgan odam ham Park Ji-sun desam ham hatto shunaqa bo'lsa kerak deb o'ylab olish mumkin-da. Ekspert. Yo, davomi bor. Men topganman, albatta topganman. Jung Sang to'plan. Aytmoqchi bo'lganim, topganimni noto'g'ri o'qib yuborish mumkin-ku. Hali bu bo'yicha tajribam yo'q. Noto'g'ri o'qib yuborsam, keyin xayolimda o'zingni bos, xato qilmading. Baribir kim bilib o'tiribdi, mana shu. Ya'ni bunaqa payt hayajonlasiz. Bilasiz, o'zi ko'p odam ko'rmayapti, lekin baribir jonli efir, butun boshli telekanal. Shuning uchun xato qilsam ham o'zimga o'zim shunaqa dalda berardim. Mayli, hech qisi yo'q. Koreya chempionati kim ko'rib, kim bilib o'tiribdi o'sha. Lekin rostdan tashqi ko'rinishda hammasi o'xshaydi-da. Misol uchun. Futbolkasida ham menimcha o'zini koreys tilidagi yozuvlar bo'ladi, inglizcha bo'lmaydi. Albatta. Ya'ni siz xohlasangiz ham o'qimaysiz. Anaqa so'ramoqchim, sizlar anaqa ro'yxat chiqara olasizlarmi o'zingizlarga? Birinchi raqamda shu o'ynayapti, qog'ozda turadi, ha? Ro'yxat. Mana shu ham tajriba, mana shu ham misol uchun mana bu yerdan hozir jurnalistikada o'qiydiganlar bor ekan, balki sharhga ham qiziqish tabiiy. Yozib olganingiz juda qo'l beradi. Ya'ni misol uchun menga Hasan akani metodi shunaqa edi. Hammada har xil. Hozir sayt bor, saytda tayyor ochib, ko'rib sharhlashingiz ham mumkin. Hozir ham mana shu yo'lga o'tib olganman. Bilmadim, yeninchi oliymi boshqami, lekin Hasan aka o'sha paytlarda yozib, har bittani pozitsiya bo'yicha yozib chiqardilar. O'zgarish bo'lsa, ustiga chiziladi, boshqa futbol. Baribir eslab qolish uchun juda yaxshi metod bu. Takrorlab eslab qolib. Yo'q, chunki futbol ko'rib turgan paytimda aytdim, mana misol uchun aytaylik, Real Madrid hujumga o'tyapti, 19-raqamdagi futbolchi Sergio Ramos ekan to'p bilan. Men o'shanda bilaman-da, menimcha o'z spiskga qarab oldi shpargalkaga. Yo'q, endi Real va shu kabi katta jamoalarni men misol uchun aytdim. Yo'q, unda siz sharhlovchi bo'lmaysiz-da. Ya'ni siz Realni futbolchisini siz tanimayapsizmi? Uzoqdan har qanaqa holatda bo'lsa ham yoki qiynalyapsizmi? Adashtirish mayli, lekin tanimasdan nima edi ismi, ana raqamiga qarab endi u qiyin. Men o'zim yaxshi sharhlovchi bilmayman, lekin mendan ham pastroq odam bo'ladi-da u, misol uchun. Endi siz menimcha futbolga qiziquvchi odam sifatida hozir Realni misol keltirishingiz jahonning eng zo'r klublaridan biri. Bo'pti, mayli. To'palang jamoasining 19-raqamdagi futbolchisi Shermuhammad Eshnazarov ekan to'p bilan desak, xafa bo'lmaysizmi, hay? Shunaqa. Bo'ldi, shunday bo'ladi. Bo'ldi. Mana shu joyini qoldirasiz montajda. Qanchalik qiziqasiz o'zi mana Islom aka? Futbolgami tak 70%. Qanaqa bo'ladi 70%? Vot, misol uchun men birinchi taymdan keyin uxlab olishim mumkin spokойно. Qanaqa o'yin bo'lsa? Vot mana jahon chempionatini ko'rishim mumkin, Liga Chempionovning finallari, yarim final shunaqa o'yinlarini ko'rishim mumkin yoki o'zim chin dildan muxlislik qilayotgan komandani ko'rishim mumkin. Agar u yutayotgan bo'lsa ham uxlayveraman, yutqizayotgan bo'lsa ham birinchi taymdan keyin uxlayveraman. O'zbekiston Superliga o'yinlarichi? Albatta ko'raman. Qizilqum. Zo'r. Sharhlovchilikka qiziqqanmisan? Qiziqaman. Men birinchi Plus sport kanaliga borganman, sharhlovchi bo'laman.
keyin Qanaqa aytishgan Islom Karimov futbol sharhlab o'tirsa g'alati bo'ladi deyishgan. Tanishib oldik Muhammad Ali bilan. Ozgina endi umuman futbolga o'tsak-da, Ronaldoni bergan intervyusida aytgan dunyodagi eng yaxshi futbolchilardan biriman deb. To'g'rimi? Mana shunaqa deb aytdi. Biriman, man eng zo'riman dedi. Eng zo'riman-da. Ha? Eng zo'riman. Shunaqa. Ko'rdingmi? Islom akaga o'xshaydi, egosi. Ha, Islom aka, egosi. ya'ni o'ziga baho berishi zo'r, lekin bilmadim endi qayta buni aytaverishi Ronaldoga yarashadi deb o'ylamayman. Qaridi hamda o'zi 40 ga kirdi endi menimcha. Biz ham 40 ga borib ezma bo'lib qolsak kerak deb o'ylayman. Endi men Siz nechasiz o'zi? Nechasiz o'zi? 32. Ha, men o'zi 40 atrofida o'ylar ekanman-da. Chunki endi chiqishlaringizdan kelib chiqib, bu yerda chiqishlardan kelib chiqib, dunyoqarashi katta odamni yoshi ham biroz katta bo'ladi deb o'ylayman. Ne, normal, xavotir olmang. Islom o'zi sen uchun eng zo'r o'yinchi tarixdagi. U chunki Ronaldo tarixdagi eng zo'r o'yinchiman deb aytdi. Sen uchun kim masalan? Net, takoy Ronaldo gap yo'q, men takoy hurmat qilaman. Ajoyib futbolchi. Menimcha ko'pchilik uni o'rnida bo'lishni orzu qilgan, xohlagan. Men qarshiligim yo'q. Men uchun Zlatan ham eng zo'r o'yinchi. Mana ko'ryapsiz-da, Zlatan qanday egoli futbolchi, Ronaldo. Shunday futbolchilarni yoqtirar ekansiz-da o'zi. Ne, в принципе aytmoqchiman, va yana kim bor edi? Benzema. Ajoyib futbolchi. Men Olmaliqqa kelganda borganmiz biz uni tomosha qilgani. Kim borgan Benzemani ko'rgani Olmaliqqa borganmisizlar? Yo'q. Ko'ryapsizlarmi? Men borganman uni. Tomosha qilganman. Janjal ham ko'rganmiz yo'qda. Lekin Ronaldo aytayaptiki, o'zini o'sha chista erishgan muvaffaqiyatlardan kelib chiqib, umuman olganda statistikadan kelib chiqib o'zini eng zo'riman deyapti-da. Ha. Ya'ni men eng zo'riman bo'ldi, mendan boshqa zo'ri yo'q demayapti. Statistika bo'yicha o'zini o'sha oltin to'plari, yoshi shu yoshda o'ynayotgani, hamma yutuqlarini qo'yib eng zo'riman deyapti. Men bitta fikr bildirayman. Ronaldo Messi o'rtasida ko'p anaqa bir taqqoslash bo'ladi-ku. Men fikrimda aytaman, ikkalasi ham zo'r o'yinchi, ajoyib o'yinchilar. Mana shu davrda bo'lganidan xursandman ularni. Men o'sha yoshligimda tomosha qilganimdan ham xursandman ularni. Men aytmoqchimanki, допустим, aytaylik, Masharipov o'ynagan Ronaldo bilan bitta klubda o'ynagan Masharipov. Men bundan juda ham xursandman. Rad, qaysidir moment bo'lgan Masharipov ham, Ronaldo oshirmaysanmi menga degan joy. Ronaldo o'zbeklardan ham gap eshitib ketdi-da kelib. Ya'ni opit almashadi, nimadir baribir maslahat beradi. Umuman bu o'sha joydagi misol uchun qanaqadir yoshroq bola uni ko'rib, u вообще yana tomi ketib, yana bir futbolga qiziqishi oshadi deb o'ylayman. Odamlarni asosiysi endi baribir u tomoshabinga bog'liq bo'lgan sport turi bu ham. Tomoshabin kirmasa, u biroz zerikarli futbol bo'lib qoladi. Как sahnadagidek. O'shaning uchun tomoshabinlarning kelishini ko'payganligi, bu odamlarda anaqa привычка paydo bo'ladi-da, borishim kerak, stadionda ko'rishim kerak degan narsa. Saudiyani maqsadi ham shu bo'lgan, birinchi navbatda. Men o'ylaymanki, bu to'g'ri qaror. Kim nima desam hozir bilaman, syomka bo'lyapti-ku, kommentariyada "Sanlar kimsanlar, Ronaldoning orqasidan gapiryapsan, yo buni orqasidan gapiryapsan" deyishi mumkin. Aytaveringlar, bizga farqi yo'q, biz dalcha davom etaveramiz, to'g'rimi? Chunki ular ham gapiryapti Ronaldoning orqasidan. Lekin sharhlovchilar ko'pchilik, lekin ehtiyot bo'lib gapiramiz biz. Chunki sizlar professional va bu borada nima deydi, boshqa joylarda sizlarga tanqid bo'lishi mumkin. Yo'q, gap unda ham emas, o'zi armiya juda katta-da. Armiya juda katta va keyin sizni u armiya doimiy taqib qilib boradigan armiya. Yo'q, Ronaldo zo'r bo'lmasa. Niye men ularni yomonlayotganim ham yo'q-ku. Men aytibman, ularni ko'pchilik aytadi-ku, pulga sotilib ketdi. Bu yerda sen aytgan hech narsa emas, muxolifatchi agarda u yoki bu futbolchiga negativ bildiradigan bo'lsa, sen sharhlovchi emassan-ku, aytding-ku sharhlovchi bo'lmayman deding. Qayda bilasiz, balkim bo'lib qolsam sharhlovchi. Ronaldo Messi armiyasiga farqi yo'q. Umuman farqi yo'q. Mana shu narsa bilan sizlar qanaqa kurashasizlar? Menga juda ham qiziq. Har doim sababi mana El Clasico 2 marta bo'lgan bo'lsa, oxirgi 3 oyda adashmasam, 2 martasida ham menimcha Harli Hamidovda juda ham anaqa bo'ldi-da. Endi ijtimoiy tarmoqlarda hattoki qayerdadir menimcha kelgan alohida yana qayerdadir etib o'tib ketdilar. Aslida hech qanaqa simpatiyasiz sharhlanadi o'yinda, to'g'rimi? Lekin o'sha armiya agar sharhlovchi
o'zi umuman boshqa narsani nazarda tutib, lekin u yoki bu futbolchiga yon bosgandek o'ziga eshitilsa bo'ldi. U uchun sharhlovchi xuddi o'sha o'yinchini muxlisi-yu, bu qarshi jamoadagi yoki qarshi jamoani umuman muxlis emasga chiqib qoladi-da. Katta haqiqatdan juda katta ataka bo'ladi. Endi sizda qanaqa bo'ladi? O'zi umuman sharhlovchilarda. O'zim endi sharhlovchilik faoliyatini boshlayotganimda Ronaldo Messi o'yinini bir martami sharhlaganman-da. Ronaldonikini ham Juventusda sharhlaganman. Xursand bo'lganman, chunki men ular bilan katta bo'lganman o'zi. Ronaldo Messi avlodi deymiz-ku. O'sha avlodning ichida men ham borman aslida. Lekin baribir ozgina qo'rquv bo'ladi. Bilmadim, bu xarakterdagi qo'rquvmi yoki keyin muxlislarni baribir tanqidimi. Birinchidan o'zim hali tanqid qilinadigan darajada ham emasman deb hisoblayman. Xayrli aka, Do'rni aka masalasiga kelsak, ular imkon qadar baribir o'rtani ushlashga harakat qilishadi. Xayrli aka bo'lsa, lekin gap kelganda otangni degan gap bor-ku. Shu usulda sharhlaydilar. Ya'ni zo'r gap keldimi, o'sha yomon o'ynayotgan futbolchi haqida yoki jamoa haqida ayamaydilar. Va o'sha vaqtda u to'g'ri bo'ladi. Lekin fanatlar deylik, muxlislar emas, fanatlar eng cho'qqisiga chiqqan muxlislar o'sha vaqtdagi tanqidni 6 oydan keyin jamoalar yana o'zaro o'ynadi deylik. O'shanda teskarisi bo'lsa natija. O'sha vaqtdagi tanqidni eslatishadi-da. O'rtoqlar, o'sha vaqtdagi tanqid o'sha o'yindan kelib chiqib edi deb oqlashga ham qarab o'tirishmaydi. Bo'ldi, siz уже yomon ko'radigan odamga chiqdingiz. Endi o'sha kuni futbolchini maqtasangiz, "Sen uni kuni tanqid qiluvding, nima maqtayapsan?" deydi-da. O'sha kuni yomon o'ynagan uchun tanqid qiluvdik, yaxshi o'ynagan uchun maqtayapmiz degan gapni ular qabul qilishmaydi. Negadir shu armiya negadir juda katta. Afsuski deb aytish kerakmi? Bitta fikr, o'zi sharhlovchilarning asosiy vazifasi o'yinda qiziq olib borishmi? Men prosto bilmoqchiman. Qanaqadir sizlarga shunaqa vazifa qo'yiladimi yoki yo'qmi demoqchiman. Ya'ni qiziqroq bo'lishiga ham e'tibor qaratiladimi yoki nima deydi? Prosto sharhlash kerak. Zerikarli futbolchini hech qanaqasiga sharhlovchi qiziq qilib bera olmaydi. Ya'ni zerikarli o'yinni. Men aytmoqchimanki, tanqidlar bo'ladi-ku. Qo'shimchada endi bu tanqidlar, men o'ylayman, bu sharhlovchini naborot yaxshi emasmi deyapman. Mana o'yin bo'ldi. Qanaqadir sharhlandi va qaysidir futbolchini yoki qaysidir klubning armiyasi ataka qilyapti, yozishyapti, ya'ni muhokamaga sabab bo'lyapti va bu naborot yaxshi emasmi deyapman, demoqchiman. Aynan mana shu o'yin va u muhokamaga dal o'yin tugagandan keyin ham 90 minut o'yin tugadi, lekin yana 90 kun davom etdi boyagi muhokama. O'zi bu savol bo'yicha menimcha auditoriyadagi hamma Davron aka, Xayrli akaning fikrlarini eshitgan. Men u fikrlarga qo'shilaman va men amaliyotda o'zim uchun aniqlab yuribman hozir. Ya'ni aniq bir fikrga ega emasman. Sharhlovchining o'zi asl vazifasi qanaqa bo'lish kerak o'zi aslida. Aslida birinchi navbatda xalaqit bermaslik kerak deb o'ylayman muxlisni futbol tomosha qilishiga, lekin qizdirib berishi kerak agar o'zi o'yin yaxshi bo'lsa. Siz Koreya chempionatini sharhlab zo'r qilib yubora olmaysiz-da. Ya'ni El Clasico darajasida sharhlab bera olmaysiz Koreya chempionatini, misol uchun. Ya'ni baribir u yerda o'yinni o'zi ham yaxshi bo'lishi kerak. Mana shu chiroyli o'yinni buzib ham qo'ymaslik kerak lekin. Ya'ni ortiqcha emotsiya bildirib yoki ortiqcha fikrlar bilan, misol uchun. Men shuni yo'lidaman. Qanday sharhlasa muxlislarga yoqadi degan. Lekin men 3-4 yildan beri sharhlayapman, men buni sirrini topa olmayman. Chunki doim futbolda qaysidir bir jamoa yutqazadi. Endi to'g'ri, durang emas, endi umumiy aytyapman, baribir yutadi, ba'zi jamoalar uchun durang ham mag'lubiyatda. Doim biri sizni yaxshilashi mumkin, jamoasi yutsa. Ikkinchi yutqizgan tomon baribir. Siz qanaqa sharhlaganingizdan qat'iy nazar, xuddiki siz ham o'sha raqib jamoa safida to'p tepib, uni darvozasiga gol urganingizdek tanqid bo'ladi. Xuddi sudya yon bosganday, sizlar ham sharhlovchilar yon bosdi unga deb yomon ko'rishadi ba'zan. Sudyani ayblashsa, sudyaga tanqid bo'lsa, men to'g'ri tushunaman. Chunki u rostdan ham xato qilgan bo'lishi mumkin. Va ayniqsa hozir varli zamonda xato qilishi bu 2 barobar tanqid ko'paysa ham tabiiy. Lekin sharhlovchiga qiyshiq deb desa, nimaga qiyshiq deb deysan, nima? Nomani deb ketadi, shunaqa ta'zili yo'q. Adekvat muxlislar ko'p. Prosta shunchaki ular yozishmaydi xolos. Sizga aytishmaydi, sen yaxshi sharhlading, bugun rahmat senga deyishmaydi. Anaqada ba'zan terma jamoani o'yinlarini ko'rgan payt ba'zan haddan ziyod maqtab yorishadi. Yes takoy, sizlarga ham tuyuladimi? Takoy. Mana javob, endi ko'ramiz ahvolni. Ikkinchi taym kun turtib bo'ladi. Menga lekin sal erish tuyuladi.
Men bilmayman, o'zimcha mana endi qani mana tomoshabinlar bor, tomoshabinlar sizlar ham aytinglar. Menga bizani O'zbekiston terma jamoasi o'ynayotganda sharhlovchilar bizani futbolchilarni ko'proq maqtab emas, ko'proq tanqid qilib sharhlashini xohlayman. Sizlarda ham bormi shunaqa? Да, есть такой. Есть. Chunki lekin qarang endi tanqid qilib sharhlashini xohlayman deyapsiz-ku. Baribir futbolchilarga bu narsa qay darajada ta'sir qiladi deb o'ylaysiz-da? Tanqidni o'sha murabbiy qilishi kerak. Ya'ni qanaqa o'ynash kerakligini murabbiy ko'proq tushuntirsa, uni aytganini qiladi-da. Endi faqatgina futbolchilar emas, shu murabbiyga ham tanqid, chunki o'sha bizani emotsiyalarimiz ular biz uchun o'ynashyapti, ya'ni biz uchun o'ynashyapti va biz ularni ko'proq tanqid qilishga haqqimiz bor deb o'ylayman-da. Shunchaki muxlis sifatida, umuman muxlis sifatida, tomoshabin sifatida. Mana. Siz maza qilasizmi misol uchun shunda? Yo'q, men maza qilmayman. Ya'ni tanqid to'g'ri. Ba'zida bo'ladi-yu, o'yinchilarimiz xato qilib qo'yadi. Katta xato qilib qo'yadi, qo'pol xato qilib qo'yadi. U yoki bizga muhim bo'lgan golni ura olmasligi mumkin yoki muhim bo'lgan golni o'tkazib yuborishi mumkin, gol urilishini olib kelishi mumkin. Ana shu paytda yoki noo'rin o'yinchilar almashtirilganda, bemavrid o'yinchilar almashtirilganda, o'sha mahalda shu qaror noto'g'riligini maksimal darajada aytish kerak deb o'ylayman. Xuddi o'sha ularga qanaqa ta'sir qilishini bilmaymiz do'stlar, lekin ularga ta'sir qilish kerakki, ular shu hisob-kitobni ham yanada mas'uliyatini his qilish uchun. Chunki ba'zi bir kamchiliklar, xatolar tashqaridan juda ham yaqqol ko'rinadi. Bu xatoga yo'l qo'yish mumkin emasligi aniq ravshan bo'lib turgan bo'ladi. Masalan, endi hozir u yoki bu holatda eslashimiz sal noo'rin bo'ladi. Shunaqa situatsiyalar ko'p bo'lgan. Terma jamoa o'yinlarida, masalan, kerak emas futbolchi maydonga tushirilib qoladi, kerak emas vaqtda yoki kerak emas pozitsiyada o'ynab qolishi mumkin. Uni pozitsiyasi bo'lmasa ham shu narsani nazarda tutaman-da. Mayli. Biz qarshiligimiz yo'q hech qanaqa akam. Shuni aytgan. Anaqaga futbol sharhlash o'zi qanday paydo bo'lgan bilasizmi? Men bilmas ekanman. Siz bilmaysizmi? Endi men qulog'imga chalingan, balkim noto'g'ri eshitgandirman. Agar kimda kim bilsa yozib yuborsa ham bo'ladi. Radioda berishni boshlagan futbolni va radioda sharhlash kerak. To'g'ri, chunki televideniyagacha radioda sharhlab borgan va televideniyada bo'lgandan keyin ko'zi ojizlar uchun ham ko'rishligi uchun, ko'zi ojiz ko'rmaydi-ku, qaydan ko'radi? O'shaning uchun birinchi navbatda sharhlashadi. O'shandan paydo bo'lgan o'zi anaqasi. Ba'zida bo'lib qoladi. Bu golni ko'rish kerak deydi-da. Men o'ylayman, bechara kimdir ko'rib turgan bo'lsa hozir o'takoy qanday qilib deb ichida savol paydo bo'lsa kerak deyman. Shu fikr. Balki. Shu kulgili holat bo'lib tuyulgan. Boy o'zi so'ramoqchi edim, Muhammad Ali, muxlislik, o'zingiz qaysidir jamoa klubga muxlislik qilasizmi? Sharhlovchilik. O'zbekiston terma jamoasi o'tmaydi, aytib qo'yaylik o'zi. Sraz anaqa bordi, zashita bor uni O'zbekistonda. Mayli, aslida bu savol o'zi noo'rin bo'ladi, umuman sharhlovchilarga. Lekin baribir simpatiyasi kuchli bo'lgan klublar bor. Hozir yo'q. Ularga sharhlovchilik qilish tabiiy. Misol uchun hozir bu yerda o'tirgan hamma ham qaysidir jamoaga muxlislik qiladi yoki muxlislik qilgan. Ya'ni o'zi futbolga kirib kelish ham shu bo'ladi-ku, baribir. Menda ham shunaqa bo'lgan, lekin hozir yo'q. Chunki hamma chempionatni o'yinini sharhlaganingizdan keyin, o'rta me'yorli jamoalarning ham o'yinini ko'rasiz. Hammasini ko'rganingizdan keyin hammaga simpatiya paydo bo'laveradi. Misol uchun menda hozir har bir chempionatdan bittadan jamoa bor. Misol simpatiya bor bo'lgan jamoa. Lekin O'zbekistonda yetish mumkin emas. Ya'ni O'zbekistonda muxlislar bu narsani ko'tarmaydi deb hisoblayman men. Boshqa mamlakatda ko'tarishadi. Bormi tajriba shunaqa? Qanaqa? Misol uchun Rossiyada menimcha ko'tarishadi deb o'ylayman men, chunki ular rostdan ham bemalol ayta oladi, tanqidi ham ko'proq, simpatiyasini ham ko'proq bildiradi va ularga negadir men reaksiyani bizachalik muxlislar tomonidan yo'llangan reaksiyani ko'rmaganman. Endi misol uchun nimaga O'zbekistonda muxlislar hozir ko'tara olmaydi deb hisoblayman? Misol uchun mana hammamizga tanish ustoz sharhlovchilardan biri Murod Rizayev Barselonaga muxlislik qiladilar va yashirmaydilar bemalol. Endi yaqinda o'zi Davron aka ham aytib o'tdilar bir podkastda va yashirmaydilar va tabiiy Barsa g'alaba qozonsa namoyishkorona nishonlaydilar ham hatto. Endi prikol qilib ham boshqa ham shunchaki yengil
qarab bunga. Lekin oxirgi o'sha klassikodagi g'alabalardan keyin, Barselona g'alabasidan keyin bir video qildi Murod aka va undan keyin juda katta negativ reaksiya borgan va oxiri bunaqa video qilishni to'xtatishga qaror qildilar-da. Misol uchun. Ya'ni Real tomonidan bo'lgan misol uchun. Endi bu teskarisi ham bo'lishi mumkin edi. Shuning uchun men shu voqealarni ko'rganingizdan keyin siz muxlis bo'lsangiz ham xohlasangiz xohlamasangiz imkon qadar yashirib yurishga harakat qilasiz. Nima kerak bor menga ortiqcha bosh og'rig'i. Da, to'g'ri. Ну, qiyin. Men endi o'zim ham tasavvur qilmayman, sharhlovchi baribir neytral bo'lgani yaxshi. Endi sen boya Islom so'rading, sharhlovchining vazifasi asosan bu o'sha ikkita o'yinni ma'lumotlarini tomoshabinga yetkazib turish. O'zi umumiy, menimcha eng asosiy oliy maqsadi, vazifasi. Mana misol uchun, mana Atletico bilan sharhim boshlangani uchun menda Atleticoga simpatiya paydo bo'lgan. Ma'lum bir vaqt lekin Atletico bilan sharhim boshlangan va o'sha bir mavsumda men ko'proq Atleticoning o'yinlarini sharhlaganman, chunki Atletico qo'pol o'yin ko'rsatardi, u qadar tomoshabob emas edi o'yini va o'sha mavsum chempion bo'lgan Atletico va chempion bo'lgan mavsumida hujumkor o'ynagan. Ya'ni o'zini uslubidan teskari aksiya uslub ko'rsatgan va ko'proq hujumkor o'ynagan, gol urgan, ko'p gol urgan, yirik hisoblardagi g'alabalari ko'p. Tabiiy chiroyli o'ynagandan keyin simpatiyasi paydo bo'ladi. Va keyinchalik keyingi mavsumda nima bo'ldi? Uncha sharhlash kamaydi, chempionatdan ko'rsatmadik, shundan keyin bo'ldi. Pasaydi. Italiyada Atalanta zo'r chiqdi. Misol uchun Atalantani ma'lum bir davr muxlislar bilishadi, o'yini zo'rda, simpatiyasi paydo bo'ladi. Katta jamoalarni simpatiyasi paydo bo'lmasa siz etmaysiz uni, xohlaysiz ham. Chunki Atletico bo'lgancha aytayapman, chunki Atletico bir orada chempion bo'lib qolsa, Real bilan Barsaning darajasida emas, baribir. Shuning uchun bemalol Atalantani ham aytsangiz bo'ladi, lekin hozir United, Real, Barsa yoki kim, Chelsea ularni siz simpatiyasi bo'lsa ham etmaysiz-da. Chunki xavfli, hayot uchun xavfli. Chunki Prosta bir kun podyezdga kirib ketayotgan paytda, "Ey, Manchester haqida nima deding?" deb Rasul aka keladi. Rasul Karimov bizda Manchester United muxlisi. Va qizig'i Manchester United haqida aytyapsiz. Manchester United o'zi chindan ham yaxshi o'ynayapti-da. Endi uni sharhlaganingizda siz o'zi pozitiv gap topishingiz qiyin u vaziyatda. Lekin muxlis baribir o'sha rasvo deyishingizga yo'l qo'ymaydi baribir. Shuning uchun eng yaxshisi men o'ylashimcha imkon qadar o'qimaslik, imkon qadar e'tibor bermaslik, o'zingiz xohlaganingizcha sharhlash. Chunki shu darajada misol uchun mana Xayrullo aka shunaqa deb o'ylayman men. Xayrullo aka o'zlari xohlagancha, o'zlari bilgancha, ya'ni noto'g'ri bo'ldi hozir. O'zlari bilgancha emas, ya'ni muxlislarni tanqidiga e'tibor bermasdan sharhlaganlar uchun ham hozir eng kuchlilardan biri va eng sevimlilardan biri deb hisoblayman. Kim zo'ri, Xayrul Hamidov, Davron Fayziyev? Bu savolga javob bera olmayman. Real Barsaga o'xshash savoldi. Men uchun shu darajada savoldi. Ikkalasi ham o'zim deng Ronaldoga o'xshasan. Men o'yin zo'r shaxmatchi ham yo'q. Unaqa ego ham yo'q. Da qiziq. O'zi o'sha Ronaldoni eng zo'ridan boshladik. Men masalan menga o'zim o'ta shaxsiy fikrim, men uchun Ronaldo zo'rroq. Zo'r. Kirishmi? Agar Messi bilan taqqoslasa. Chunki bitta dona har doim suyanadigan sababim Ronaldo, endi Messi ko'proq Barselonada Messi, hamma mashhurligini, hamma uni yutug'ini olib kelgan Barselona baribir ko'proq. Terma jamoasi, endi hozir terma jamoani uncha hisoblamaganda klublar orasida Ronaldoni Manchesterda ham borila olgani, Realda ham borila olgani, kerak bo'lsa Juventusda ham borila olgani. Al Nassr endi uje chempionat darajasida mavqe hali unaqa yuksak bo'lmagani uchun unga unaqa katta baho berib bo'lmaydi. Mana shu umuman o'sha yo'li, muvaffaqiyatga erishgan yo'lini o'zidan zo'rroq deb o'ylayman, nima? O'ta shaxsiy fikringiz. O'ta shaxsiy fikrim lekin. Shuni aytib qo'ying demanda biroz. O'ta shaxsiy fikrim. O'ta shaxsiy, uyda yolg'iz qolgan paytida, hech kim yo'q paytida Ronaldo zo'r deb qo'yasiz. Shunaqami? Yo'q, hamma joyda ayta olmayman. Seriyozmi? Islom aka mana o'zi ikkita Islom. Bu mana tilak bildiring.
Islom aka sharhlovchi bo'lsalar bo'ladi-da mana. Yani hozirdan o'zi bilyaptilar muxlislarning bosimini o'ta shaxsiy fikringizda qo'shib keting degan namyoq bo'lyapti-da. Shuning uchun ham biz ham doim nimadir shunga o'xshash mavzu bo'lsa qaltis 50-50 u tomonni armiyasi ham bu tomon yani biz emas endi kattalarni aytyapman. Ular baribir aytib o'tishadi-da. Meni fikrimcha shunaqa deb. Yoki ko'p holatlarda bunaqa mavzuni tinchgina chetlab aylanib o'tish eng qulay variant. Yo'q, lekin mana bunaqa narsani bitta narsani bilish kerak. Da, kommentariya ta'sir qiladimi degan savolni mayli qo'yaylik. O'sha ta'sir qilgani uchun shunaqa yozadi. Anaqa nima deydi, savolni biroz boshqa taraflama o'girsakda, вот kommentariya umuman ijodkor uchun, вот ekranga chiqadigan, radioga chiqadigan farqi yo'q. Men hammani ijodkor deb hisoblayman. Va ular qanaqadir omma oldida chiqish qiladimi, значит, u qanaqadir ijodkor va shu borada ularga kommentariya ta'sir qiladimi degan joyiga ma'lum davrda ta'sir qiladi. Va men bitta narsani anglaganman, kommentariya yozadigan odam u hamma joydan turib yozadi-da, u har xil настроенияda yozadi odamlar. Tikka gaplasha olmaydigan, ko'z tushganda qaytanga yaxshi gapirib yuboradigan, aktyorni yoqib yuboradigan deb o'ylayman-da. Biladi-yu. Yani hech qaysi men shuncha paytgacha ko'rmaganman o'zini ochiq profildan yozganini yoki aytganimdek raqam berilganda qaytib chiqqanini va unaqa bo'lish mumkin emas ham menimcha. Chunki gapida turadigan odam yelkada turmaydigan so'z gapirmaydi-da. Iqtibos. Au. Sitat aytib qo'ydim-a? Gapida turadigan odam yelkada turmaydigan gap aytmaydi. Oltin tagida sariq oltin, yer tagida oltin qoziq, u hammaga bo'lar oziq. Nima qilamiz endi buni? Bilmayman. Bo'ldi, olib qo'yamiz haqqadir. Siz mana nechinchi yil futbol ko'rishni boshlagansiz? Tug'ilmaganman hatto. Normal, xavotir olmang. Shunaqa, bu hayot. Yo'q, o'zi Muhammad Ali o'sha 98, 2000 bitta savol kelib qoldi. Aytsam maylimi? Ko'rganmisiz? Endi zapislari YouTube'da, highlight YouTube'da. Menda o'zi har doim o'yli bor. Hozirgi futbol bilan oldingi, ya'ni o'sha davrdagi, ya'ni aytaylik 15-20 yil oldingi futbolni farqi bor o'zi umuman men uchun. Hozirgi oldingi o'sha yillardagi futbol umuman boshqacha edi. Hozir aytaylik top klublarning o'yini ko'p ko'rilsa, top klublarning nomdor o'yinchilar bor o'yinlar ko'p ko'rilsa, u paytda har bir o'sha Italiya A seriyasi, La Ligada, Angliya Premier Ligasida har bitta o'yin umuman boshqacha bo'lardi. Ya'ni top klub, ya'ni birinchi o'rindagi komanda oxirgi o'rindagi komandani 5-0 ga yoki 4-1 ga yuta olmas edi-da, o'zi umuman. Aytmoqchi bo'lganim, savol o'zi hozir mana endi sizni avlod, yosh avlod hozirgi futbolni ko'rib, ya'ni 10 yil oralig'idagi futbolni ko'rib, u futbolni ko'rganingizda qanaqa farq ko'rasiz? Endi siz baribir ko'proq u futbol jonli ko'rganingiz uchun ham nostalgiya bo'ladi-da. Lekin hozir agar qaysi futbol kuchli edi desangiz, albatta men hozirgisini aytaman. Hozir umuman robotlashib ketdi, tizimlashib ketdi va ko'ryapmiz har bir futbolchini har bir necha marotaba nafas olib chiqarganigacha hatto statistika bo'lishi mumkin-da. U paytdagi misol uchun ko'pchilik yosh kattalar faqat nostalgiya tufayli shunaqa fikrda deb o'ylayman. Chunki men ham misol uchun hozir 10-yildan to 20-yilgacha bo'lgan ko'rgan futbolimni 20 yildan keyin siz mana shu futbol zo'raydi deyman-da, misol uchun. Mana shu davrdagi ekan. Men bitta narsani anaqa qilmoqchi edim. Vot Xayrulla akalar endi Davron akalar ancha oldin boshlagan futbol ko'rishdi, deylik, va bu baza juda ham qo'l keladimi yo'qmi sharhlayotgan paytida? Mana futbolchi Xayrulla akalar ba'zan takoy o'sha ko'rgan o'yinlardan taq aytib qo'yadi-da, momentlarni aytib qo'ymay aytamanda, da baribir pokoleniya bor, ko'rgan ancha живой, mana shu borada ham buni futbolchini sport formasiga o'xshatsa bo'ladi-da. Ya'ni har doim mashg'ulot qilish kerak, har hafta o'ynash kerak, shundagina eng top formasiga chiqadi va yakunda qanaydir sovg'ini yutadi. Jamoasi bilan ham individual ham. Va mana shu xuddi sharhlovchilarda ba'zi, ya'ni har doim futbolni ko'rib borish kerak, ma'lumotlarni o'qib borish kerak va bu qiyin ham, chunki futbol ko'p, xabarlar ko'p. Agar siz shu yo'nalishda ishlamasangiz, bu bilan bu oqimda birga suzishga qiynalasiz deb o'ylayman. Chunki hatto o'zimda ham bo'ldi, orada futbol sharhlamay qo'ydim. Futbol ko'ryapman, lekin siz futbol ko'rganingizda baribir choy ichib, et-betga chiqib kelib, o'rtog'ingiz bilan gaplashib yoki ko'chada, yo'lda
u ko'rganingiz bilan doim o'tirib ko'rishingiz yoki sharhlab ko'rishingiz, shuni valnani ichida bo'lishingiz juda farqli. Juda farqli, juda katta farqi bor deb o'ylayman. Shuning uchun futbolchi sport formasini qay darajada birdek olib borish kerak, futbol sharhlovchisi ham, futbol jurnalisti ham o'sha to'lqinda bo'lish kerak, doim ko'rib borish kerak, kuzatib borish kerak deb o'ylayman. Albatta, mani 10 yil oldin ko'rgan yoshligimdagi futbollarim albatta sharhda asqotadi. Joyi kelganda, to'g'ri kelganda yetib ketaman. Ba'zida Ba'zi bu yaxshi. Men bilmayman, juda ham xursand bo'ldim o'sha aynan Manchester Cityda orqasida Husanov degan yozuvni ko'rganimdan juda xursand bo'lib ketdim, bilmayman men. Endi maza qildim, xullas maza qildim. Islom, endi nima kutyapsan endi? Endimi? Men to'g'risini aytaymi, oltin butsa kutyapman shu bachadan dedim. Oltin butsa emas, zolotay miyacha. Hazillashdim. Endi balkim bo'lib qolar bombardier qilgan bilamiz o'zida. Da. Ya, unchalik anaqa emas, biz kuzatib turamiz. Yo, aytmoqchi bo'lganim, Islom ozgina imtihonda o'tirgan deb bo'lmayapsanmi? Yo'q, nimaga? Men bu sohada ishlamasam, men bu chiqqandan keyin sen nimaligini bilmay ekansan demaydi hech kim. Ha, bilmayman deyman. Islom aka baribir komik, stand-up men doim kuzatib boraman. Eng yaxshilaridan bittasi deb hisoblayman va baribir misol uchun ekran sharhlovchi bilan mana komik haqida gap ketganida nega so'kadi yoki nega maqtaydi, yaxshi ko'radi. Chunki doimiy kuzatib boradi-yu. Xuddiki tanishidek munosabatda bo'ladi. Menda ham xuddi siz bilan shunaqada. Birinchi marta meni ko'rishdik, lekin baribir doim kuzatib borganim uchun xuddi o'rtog'imdek muomala qilayotgandek bo'lyapman. Rahmat. Lekin sal kattaroqman, takoy. Shu, xullas men kutayotgan narsa bilasizmi nima? Balkim xom xayoldir. Balki nima deydi, balki umuman bir amalga oshmaydigan narsadir. Lekin men kutayotgan narsam Abduqodir Cityni zashtasida nomer 1 bo'ladi, APLda hamda. Har doim o'yin bo'layotgan vaqtida hozir misol uchun tushirishmadi, ozgina savollar paydo bo'ldi-yu, nimaga shuncha pulga sotib oldi? Eng oxirgi защитник, to'g'rimi? Uni tushirish kerak edi. Nima unaqa bo'lyapti? Xato qildi, keyin ko'nik. Men xohlaymanki, shu Husanov tushgandan shu City hozir yutardi degan darajaga chiqishini. Husanov yo'q bo'ldi-da, o'shaning uchun biz yutqizyapmiz-da deb butun O'zbekistonda emas, umuman dunyoda shunaqa bo'lishini xohlayman mana shu klubda. Lekin bu уже bo'lyapti qisman. Chunki buni qarang, bitta neytral qarashimiz bor. Biz men aytaman, biz individual muxlis bo'lib qoldik. City misol uchun Husanov zamina bo'lsa, ko'pchilik ko'rmay ham o'chirib qo'yadigan momenti bor. Buni yashirish ham kerak emas. Biz unga shaxsiy anaqa futbolchi sifatida unga muxlislik bo'lib ketganimiz klub darajasidagi fikrlarimizni ham unga bog'lashga majbur qiladi. Bu birinchidan, lekin neytral qaraydigan bo'lsak, aytayapman-ku, Qizilqumdaman va menga qayerdadir bitta futbolchini olib kelsa, men bugun tushdi, xato qildi, ertaga tushirmasa, men u haqida даже o'ylamasligim mumkin. Как klubimda asosiy muxlisi sifatida o'ylamasligim mumkin. Menga klubni yutuq muhim, chem individualnidan ko'ra. Shu uchun aytamanki, bizning qarashimiz bo'yicha balkim biz silishkim ko'p katta baho berib yorayotgandirmiz yoki boshqa narsa bo'layotgandir. Lekin men ana shuni xohlayman. Bilmayman, ertalab sariyog'i yeb, choy ichib bo'lgandan keyin duo ham qilganda ham shu ham mumkin deb qilaman. Addushi bu. Xohlab. Sariyoq deganingizga siz qanaqa sariyoq olasiz shunda? Prezident. O'g'irlab faqat. Shederletdan olasiz, prezidentni uchun tekka solasiz. Lekin qilmaylar buni. Faqat men qilaman bunaqa. Ko'payib ketsa bilib qolishadi. Ko'payib ketsa bilib qolishadi. Ikkita sari yo'q. Har doim bitta yo'qalardan islomolardan namasdik deydi. Hozir chota ikkita bo'ldi deydi. O'z menda Husanov Cityga o'tgandan keyin bir savol tug'ildi-da. Men baribir ko'proq ishonardim. Ya'ni bizani o'zbek futbolchilarining potensiali yuqoriligiga, ya'ni to'g'ri hali City darajasida deb hisoblamayman-ku, lekin o'sha top 5 ta o'rta miyonalariga bemalol juda ko'p futbolchilarimiz o'ynay oladi deb o'ylayman-da. Husanovda endi bu vaziyat juda tezlashib ham ketdi va shundan keyin yanada menda ishonch ortdi. Abbos yoki shu kabi yosh futbolchilar ham bemalol o'sha chempionatda o'ynay oladi degan. Sizda shu bo'yicha qanaqa fikr edi? Ya'ni misol uchun bu darajadagi katta transfer bo'lishini kutganmidingiz yoki necha yillardan keyin o'zbek futbolchilari top 5 top jamoalarga o'tadi deb o'ylagansiz? Menda ham Husanovda kutilmagan bo'ldi Lansgacha.
Lekin Lansga borganda Husanov yoshidan kelib chiqib, Lans umuman o'zini o'sha darajasida, Lansda asosiy tarkibda o'ynashni boshlaganidan uje umid bor edi. Chunki kamida Monaco yoki PSG. Kamida o'sha chempionatda o'zini ichki chempionatda o'zida, ya'ni o'sha to'proq bo'lgan klubga o'tish ehtimoli bu ham muhokamada bor edi o'zi, transfer muhokamasida. Lekin bu yerda eng ahamiyatli tarafi xuddi mana boshida aytganingizdek, siz o'sha yosh futbol TVga kelib Telegramni yuritasanmi deganda ham yo'q demasdan yuritib, keyin o'sha tayyor bo'lib turib sharhlovchi kabinasiga kirib ketishingizga ham bildirgan keskin qaroringiz, ya'ni nima deydi, risk ham yo'q, risk emas, harakatchanlikda, qaytmas harakatchanlik. Mana shu narsa erishtiradi futbolga menimcha, top klubliga chiqishimizga. Chunki mana Shomurodovni ham oladigan bo'lsak, o'sha yoshlik paytida Rostovga borishi, Rostovda chidab u o'tda o'ynab keyin normal futbol agentstvasi bilan shartnoma imzolab, uni o'yinchisiga aylanib, kam pul evaziga bo'lsa ham Italiyadan o'sha chiqqanda o'tgani, ya'ni pulni o'rtaga qo'ymasdan, chunki bizani oxirgi aytaylik 7-8 yil davomida har xil o'zbek futbolchilariga Yevropadan takliflar bo'lgan, yoki Yevropa top chempionatlarniki bo'lmasa ham o'sha Italiya, Ispaniyani birinchi divizionlarida ham, Angliyaning birinchi divizionida ham, Portugaliyada ham o'ynab keldik-ku. Kim? Sardor Rashidov. Portugaliyada chempionatda o'ynadi. Ana o'tdi, menimcha shu Sardor Rashidov hozir bitta кейsi bor. Endi qaysi yili umuman aniqligi esimda yo'q. O'sha unga Arabistonga ketishdan oldin Fransiya chempionatidan ham menimcha taklif tushgan edi o'sha paytda. Lekin Rashidov ko'proq pul bo'lgan komandani tanlagan, adashmasam. Fransiyaga bormagan. Menimcha pul faqatgina hal qilgan. Endi shaxsiy anaqam fikrim, u endi aniq u nomidan ayta olmayman. Aytmoqchi bo'lganim, shu moddiyatni o'rtaga qo'ymasdan kelajakni o'rtaga qo'ysa, hammasi yaxshi bo'ladi. Chunki Lanska 100 mingga o'tdi va 1 yilda o'zini potensiali, perspektivasi, bahosi qanaqaligini ko'rsatdi. Mana shu to'g'ri yo'l. Endi men ko'p futbolchilarni emas, bu yerda klubni ayblagan bo'lardim. Ya'ni klublarni. Rashidovni misolida emas, o'zi umuman, misol uchun yosh futbolchilar chiqadi-yu, shunda boshqa Yevropadan oddiyroq jamoa tabiiyki kamroq summaga futbolchini sotib olishni xohlaydi. No name O'zbekiston, misol u O'zbekiston bozoridan doimiy futbolchi olib yurishmagan Yevropa jamoalari va shu payt klublar negadir bizni futbolchilarni qimmatga sotgisi kelib qoladi. Ya'ni bittada katta summa olaydi deydi, misol uchun 100 ming yoki 50 ming futbolchini 300 mingga baholab sotishni xohlaydi yoki yarim millionga sotishni xohlaydi va bu transfer o'xshamaydi. Undan ko'ra xuddi shu summaga Braziliyadan futbolchini olib kelishi kafolatlangan demayman, lekin ehtimoli kattada o'ynab keta olishi boshqa. Lekin klublar o'ylamaydiki, endi siz ham buni yaxshi bilasiz deb o'ylayman. Ya'ni klublar arzonroqqa sotsa, qaytangi shartnomada kiritib qo'ysa, keyingi transferdan 10% deb qo'ysa, misol uchun hozir bunyodkorga xuddi shunaqa bo'ldi. Bunyodkor qancha summa yutdi bunda va xuddi shu strategiyani aslida avvaldan qilish kerak edi ko'p klublarda deb o'ylayman. Misol uchun Paxtakorda juda ko'p iste'dodlar chiqib keladi-yu, keyinchalik o'zbek klublariga o'tib ketishadi yoki arab jamoalariga o'tib ketishadi. O'sha paytda yaxshi taklif bo'lsa, mayli arzonroq bo'lsa ham shartnomasiga kiritib qo'y 20% deb, misol uchun yo 10% deb. Uning ustiga tarbiyalanuvchisi bo'lsa, yanada kattaroq summa yutish imkoniyati bor. Lekin ba'zan misol uchun bittada olay deydi shu summani 500 mingni, vaholanki u 500 ming emas, 100 mingga sot, lekin keyinchalik u 2 million bo'lib qaytib kelishi ham ehtimoli bor. Endi balki men umid qilaman Husanov transferdan keyin klublar shunga e'tibor qaratadi deya. Menga ham ko'proq Husanov transferi, Husanovni ismi, familiyasi Cityda paydo bo'lganidan ham ko'ra o'zbek futbol akademiyalariga katta signalligi ko'proq menga quvontiradi. Ertaga agar bu taraflari meni ham quvontiradi. Futbol akademiyalari endi bundan buyog'iga maksimal darajada o'yinchilarini jahonga olib chiqishga harakat qilsa, ozgina harakatini o'zi yetadi. Arzimagan shu
boshlang'ich uni etapi boshlang'ich mosti kichkina pulga lekin xuddi shunaqa shartnomasida u o'zi ko'p shartnomalarda bu punktga yo'l qo'yiladi. Uni o'sha bolaligida tarbiyalagan klub uchun, akademiya uchun o'zini o'sha komissiyasini olish. Shu taraflama agar yo'l ochilsa, yo'l ochilishi kerak o'zi, ochilsa bu biz uchun, hammamiz uchun yaxshi bo'ladi. Keyin yana bir masala, misol uchun hozir katta jamoalarni o'zi 15, 16, 17 yoshidanoq olib kelishyapti-da. Real, Barsa va shu kabi katta Chelsea jamoalar. yaqinda anaqa Qozog'istondan futbolchini olib ketdi. 16 yosh ekan. O'sha asosan o'sha Janubiy Amerika qit'asidan avval Benfica, Ajax, Porto va shu kabi darajadagi jamoalarga kelib, keyin katta top jamoaga o'tardi. Shu yo'l shundan iborat edi. Hozir esa top jamoalarni o'zi shu zahoti o'sha bozorga kirib, skautlarni jo'natib, misol uchun o'rganib chiqib, 15 yoshida arzon paytida Vinicius, Rodrigo'lar ham xuddi shu holat bo'lgandi. Endrik olib kelindi misol uchun. To'g'ri, kam summaga olib kelinmadi-yu, lekin har holda o'sha bozorga endi top klublarni o'zi qo'l cho'zyapti. Avvallari Benfica, shuning uchun ham Benfica, Porto, Ajax akademiyasini maqtashardi-da. Va endi yaqinda Xayrullo akadan eshitdim, endi Benficalarga non qolmayapti-yu. Qarasa, top klublarni o'zi skaut jo'natib olib kelyapti. Benfica shu vaqtgacha shu ishni qilgan. Xayrullo aka aytdilarki, Benfica akademiyasini qurishi mumkin ekan O'zbekistonda, ochishi mumkin ekan deb. Ya'ni endi akademiyasi kuchli bo'lgan klublar tushunib yetdiki, u bozorni top klublarni o'zi egallab bo'ldi. Ya'ni endi siz olib kelib sota olmaysiz katta summaga. Shuning uchun ham endi boshqa bozorni ochish kerak, kashf qilish kerak. Balki Husanovning transferi bu tomondan ham Benficaga endi ochaylikmi, mana shu bozorga kiraylikmi deb turgan bo'lsa, katta turtki bo'lgan bo'lishi mumkin. Endi bitta savol bor. Islom aka sizga, nech pul bersa siz futbol haqida umuman gapirmaysiz. Sen hozir Benficaga o'xshab yo'l tutmoqchimisan yoki Cityga o'xshabmi? Yo'q, Real sразу sotib olmoqchiman boshdan. Yo'q, qiziq. Kelib qoldi xayol. Yo'q, men chunki men nimaga bu savolni berib, Islom aka futbolchi bo'lgan, professional futbol bo'lgan. Lekin taqdir taqozosi bilan tashlab ketishga majbur bo'lgan. Aytmoqchimanki, siz yoshlikdan haligacha futbol o'ynaydi bu odam. Yo'q, biz o'ynaganmiz. Любительский ligada. Yo'q. Yo'q, professional futbolda emas, o'sha telekanallar o'rtasida turnir bo'lganida sevimli tomondanmi, millidan qatnashganingizda o'ynaganmiz. Endi siz eslamasligingiz kerak-ku, lekin yaxshi o'ynagan. Va yaxshi o'ynar ekanliklarini ham ko'rganman o'sha. Professional futbolchi bo'lganda, chunki shunga qiziq savol berdim. Unaqa bahololmayman, lekin futbol haqida gaplashaveraman, futbol 500 haqida o'ylayveraman. Yo'q. $5 Yo'q. Yo'q, unaqa yo'qmi? Qiziq. Chunki men seni bilaman, $500,000 puling yo'q. Men beraman deganim yo'q-ku. Sizga qiziq odam. Kelib qoldi va tasavvur qiling, deyapsiz, настроениyangiz yo'q, uyga keldingiz. Yangi aytibdi, pampers olib oling dedi. Siz cho'ntagingizda 7,000 pul bor. Uni sigaret olasizmi, pampers olasizmi Islom aka? Noqulay bola, qilsa qilaversin ishini uyda-ku. Sizga sigaret kerak. Qiziqishimmi? O'sha paytda bittasi kelib, Islom Ali dedi. Kirib ketayotgan paytingiz bo'lishi mumkin-ku. Xo'p. Nima qaradingiz? Ikkita chemadan ushlab olgan. Nech pul bersam futbol haqida umuman gapirmaysan dedi. Pampersga yetarli so'ramasdingiz o'sha paytda Islom aka. Yo'q, aka o'zi 2-3 yillik pauzadan keyin mana shunaqa sportni endi qayta tiklayaptilar. Endi siz yana yopmoqchisiz, Endi hozir men yopamansan boshqa yo'llarini bilaman. Unaqa xarajat qilib o'tirmaymiz deydi-ku. Yo'q, qiziq, aka. Siz bufchi futbolchi sifatida. Agar senga qiziq bo'lsa va buni kichkina intervyuda sen menga savol berding deb hisoblaydigan taqdirimizda ham yoki shunchaki ko'chada hozir hech kim yo'q deb javob beradigan bo'lsam, pul uchun, moddiyat uchun o'zim yaxshi ko'rgan yoki o'zim sevgan narsani alishmayman. Hech qachon. Hech qaysi ishni pul uchun qilmayman. Chunki qanaqadir bilimlar va qanaqadir foydasi tegadigan har qanaqangi harakat puldan muhimroq deb o'ylayman. Chunki bu umum insoniylikni avvalambor, umuman bilimni yoki qanaqadir kichkina tarixni davom ettiradigan narsa. Tasavvur qiling, shunaqa bo'ldi-da, siz yo'q devordingiz. Agar tushuntira olgan bo'lsam. Tushundim sizni. Shunaqa bo'ldi, prosta dalsha o'yladim-da. Siz yo'q devordingizda, uyga chiqdingiz, yangamga aytib berdingiz-da.
Bitta qo'y. Men o'zim sizni gapirtirmaydigan qilaman hozir tekin gap. Tovoq bilan taq epsiz Islom aka siz uni men kimman qaydaman? Bo'lishi mumkin-ku. Yo'q. Va kim bormi shunaqa inson prosta shuncha bersa men mayli umuman gapirmayman deydi. Futbol haqida. Ularga futbol emas, Ana o'zingiz ayting. yaxshi ko'rgan sohasini qo'ying-da. Nechi pul bersa o'zi futbolga qiziqasizmi? Bekorga kelmayotgandir tomoshabin bo'lib. Emas-ku, ish sifatida yaxshi ko'rib doim. Ana Islom. Ha, nechi pul? Savdolashchi? 600 mingda. So'mmi? Ya'ni ko'kida. Ko'p siz qancha bo'lishini bilasizmi? 600 ming. Nechi pul ishlagansiz eng ko'p qo'lingizda? 1000. So'mmi? 1010 ta bo'ladi, ha? Yo 50 talikdan ushlaganmisiz? 50 talik bo'lsa 20 ta bo'ladi-da, prosta o'shaning uchun ham aniqlik kiritaylik. 100 talikdan, ha? 600 ming dollar. Qo'yil. Nima qilasiz birinchi o'sha 600 ming deb birinchi. Yo'lardim, uylanardim. Normal. 600 ming. Yomon emas. Qiziqmaydi, o'shaning uchun 600 mingga sotib yubordi. Sizchi? Islom aka? Ha, bo'pti, mayli, qarang. 2 xonali kvartira qo'shib beraman. Nechi pul deyishingizdan qat'iy nazar. Kerak emas. Sizdan so'ramay, ha? Baribir aytmaysiz. Futbol sharhlash tashlayverasan. Nimaga kerak bu narsa? Undan ko'rasi aniqlab olaylik. Nima uchun kerak futbolni pulga? Yoki sen to'g'ri tushunayotgan bo'lsam, любой inson qanaqadir qiziqishini umuman to'xtatib qo'yish kerak. Yo'q, men o'ylayman, baribir любой narsaga qiziqishni qachon qiziqish so'nadi, agar siz mana shu qiziqayotgan narsangiz sizni moddiy tomonlama ham yopib bera olmasa xarajatlaringizni. Va aytaylik, 1000 siz futbolni yaxshi ko'rasiz, 1000 boshqa narsa qilasiz, uyingizda ikkita odam ochib o'tirib, 3 kundan beri hech narsa yemayotgan bo'lsa, menimcha siz buni tashlab keta olasiz tekinga ham. Borib 4 million so'm oylikka ketasiz. Bilmayman qolganlarda qanday, shaxsan menimcha ko'pchilikda shunday deb o'ylayman. Xato o'ylaysan menimcha. Menda unaqa emas. Meni ko'p tanishlarim bor, futbolda tashlab ketgan, so'ragan paytimda oylik yo'q aka, men bunaqa bo'lgan, uydan anaqa olib kirishim kerak. Hech narsa bo'lmagan. O'shani tashlab turib, 4 million, 5 million oylikka o'tib ketganda. Xuddi shunaqa aynan futbolchilarni bilaman. O'sha o'zim yoshimdagi lekin meni tashlab ketganim aniq sabablar bo'lgan bo'lsa, ularda o'ynagan pul bo'lmagan, juda ham ko'p vaqt mobaynida, lekin to'xtamagan. Qachondir o'rni to'lgan, pul kelgan, qaysidir darajagacha yetgan va vaqtliroq ko'zga ko'rinmasdan karyerasini tugatgan bo'lsa ham, lekin hozirgacha futbol ichida, ya'ni kelajakda kimdir futbol murabbiysi bo'ldi, hozir aniq yaxshi klublarni boshqaryapti, kimdir futbol teoretiki bo'ldi, federatsiyada ishlaydi. Endi ya'ni harakat maqsad sari intilaversa, balkim aynan shu yo'ldan bo'lmasa ham, lekin baribir erishadi o'sha o'zini natijasiga. Bunga 100% qo'shilaman va men shuni tarafdoriman. Maqsad qildingizmi, unga albatta erishing. Hozir falsafa juda ham. Ozgina real ham qaraylik, nechi pul aka? Qayerdan beri anaqa qilyapsiz? Nechi pul? Undan ko'ra tomoshabinlar bilan gaplashaylik. Marhamat. Yuventus o'g'lisaman deysiz-ku. Edim. Bitta o'zbekistonlik futbolchi o'ynagan. O'sha kim? Bilmayman uni. Hozir bunyodkori bosh murabbiyi. Kim? Yordam sizga juda katta yordam berdingiz, bilmasaganlar yo'q. Hozir bunyodkor trener kim? Kim? Mana o'zimizning Superliga Chilonzorda bunyodkor futbol klubi bor. Bosh murabbiyi kim? Bilmayman, men ko'rmayman. Futbol ko'rmaysan. Xabardan o'qimaysan. No, uzr aka. Yurgani xaxaki. O'zi mana o'zim savolim bor edi. Misol mana siz o'zingiz yo'nalishingiz bo'yicha siz uchun o'zi umuman qaysi stand-upperlarni kuzatasiz O'zbekistondan tashqari va eng yaxshisi kim siz uchun? Yo'q, unaqa tushuncha yo'q eng yaxshisi degan. O'zingiz uchun, siz uchun deyapman. Men uchun
bitta shaxsni to'liq kuzatmayman. Есть konserti. Вот mana shu konsertda mana bu komikni mana bu konserti zo'r, mana bu komikni mana bu konserti zo'r. Mana bu komikni mana bu konserti zo'r. Вот hammasi har xil. Misol uchun Dave Chappelle bor. Eddie Murphy'ni bor, nechinchi yilgi konsert esimda yo'q, anaqa qizil kojinkada chiqqanda, tako kojinni ustiga anaqa chiqib olgan. Вот mana bu konsertda keyin bitta komik bor, u esimda yo'q, ismi anaqa Andy Kaufman degan stand-up komik bor, u juda 70-yillarda bo'lgan, har xil obrazda chiqardi. Вот o'sha Eddie Kaufmanda o'sha bir ikkita vыступлениялari menga juda ham katta taassurot qoldirgan va qiziqish uyg'ota olgan. Shunday har xil. Yoki nima Judy Carr bor, keyin anaqa bor. Ko'p ish qilib xullas. Hammasi menda aniq bitta yo'q. Ya'ni men bunga qiziqaman va men o'shani tomosha qilishim kerak va o'shanga bo'ladi-ku. Qiziqib o'sha orqasidan ketish yo'q. Просто konsertlar bor bo'ldi va konsertlarning qaysidir qismlari, qaysidir joylari juda ham yoqadi. Eng maza qilib kuzatganim bu Hojiboy Tojiboyev o'zbekcha, chunki boshqa tillarni bilmaganman-da u paytda. O'shaning uchun va maza qilib ko'rganman. Mana shu yerda ta'kidlab ketishim kerak. Hojiboy Tojiboyevni haqiqatan hazillari stand-up strukturasiga qolibday tushgan. Balkim bu odam bilib turib hamma narsani aytgandir. Biz endi hozir yangi janr deymiz-da buni. Shunaqa deb aytishyapti ham, yangi janr sizlar baribir yangi ijodkor. Yo'q, bizda ham bo'lgan baribir, ha? Madaraga savol bor. Marhamat. Quturadi sizga. Ajoyib, marhamat. Kola meni hisobimdan. Mana bu o'yin saqlayotgan vaqtingiz muhojaraga birorta xato qilib qo'ysangiz, hamkasblaringiz tomonidan yozvorlarmi shu yerda xato qilib qo'yding deb ko'rganlar aytishadi. Misol uchun mana Rahmatjon mana hozir o'rtog'im o'tiribdi mani. Misol uchun u ham agar ko'rsa sharhimni aytadi. Mana bu yerda xato qildingiz, mana bunaqa deyordingiz deydi. Zo'r, bu zo'r. Chunki bunaqa odamlar birinchidan ko'rayotganimni his qilaman, yaqinimni, tanishimni, lekin albatta hamkasblar ham, misol men yozaman misol uchun. Men ko'rayotganim xayrli do'nakani sharhini ko'raman. Endi o'zi ular deyarli xato qilishmaydi, lekin baribir xato qilib qolgan taqdirda ham yoki qaysidir futbolchi haqida bo'lsa ham, sразу men yordam berishga harakat qilaman, feedback qaytadi menga. Boshqalardan bo'lsa ham qaytadi. Va bu zo'r. Chunki sharh payti ayni o'sha muxlislar sizni xatoyingizni eslab qolishadi-da. Muxlislar emas, futbol muxlislari sharhlovchi mashina ham bilmadi deydi. Misol uchun men outni offside deb yuborganman misol uchun-da. Tabiiy, chunki tez gapirishingiz kerak, tez baho berishingiz kerak. Miyamda boshqa fikr, outga chiqib ketdini aytmoqchiman, offside haqida gapirmoqchi edim lekin misol uchun-da. Ko'p bo'ladi unda. Aytisharkan. o'zi bu savolni berdim. Liverpool Arsenal o'yinida Gabriel gol urgan vaqtda Saliba golga tayyorlanmaydi. Birozdan keyin adashgan ekanman, Gabriel gol urgan ekan, uzatib ketgan. Endi o'tda statistika ham chiqadi. Menimcha, o'sha to'g'rilab borishadi. Va shunda sharhlovchining darajasi ham katta rol o'ynaydi. Chunki tajribali, sevimli, necha yildan beri sharhlayotgan sharhlovchi xato qilsa ko'taradi odamlar. Lekin yosh sharhlovchi xato qilsa, nima uni oldi deydi-da, tam tipa yoshi katta sharhlovchi aytaylik, opiti bor xato qilsa, bunda ham ko'p xayollar, fikrlar nimadir bo'lib qoldi, lekin yosh bo'lib turib xato qilib qo'ysa, ya bu hali kelganiga qancha bo'ldi buni xato qilishga nima haqqi bor deydi-da, menimcha. Shunaqa. Chunki bu yerda men o'ylayman, sevimli bo'lish kerak-da. Ya'ni sevimli darajasigacha baribir siz xato qilasiz, sevimli darajasiga chiqqaningizdan keyin milliy deb gapiring, milliy vada ishlaydi mana bu odam. Va o'sha yaxshi ko'rgandan keyin, simpatiyasi paydo bo'lgandan keyin istalgan xatoni kechiradi-da muxlis. Это круто. Lekin ungacha ancha savaliydi. Va bu menimcha normal, tabiiy. Savalab baribir o'sha sharhlovchilar ham shu darajaga chiqqan. Tanqid rivojlantirdi. Lekin men siz bilan telefonda gaplashsam, menimcha Davron aka ko'tardi deb o'ylayman, bor-ku. Ko'pchilik shunaqa deydi. Ya'ni ko'pchilik o'xshatishadi. Men xursand bo'laman bundan. Chunki men havas qilgan odamlarga o'xshatishsa xursand bo'laman. Haligi Davron akada ham takror keladigan so'zlar bor va ko'p tez ishlatadi va как shogird bo'lgansiz-ku, to'g'rimi? Shogirdman haligacha va butun umr. O'zi ham tan olganmi shogirdim deb? Tan olgan. Mana shundan lekin mana shundan o'sha yo'q, aytmoqchiman men hozir uni siz shogirdsiz deyapmiz, keyin bizaga ham ko'rib qolgan payt Islom, yaxshi, men unaqa devoribsan demaydimi demoqchiman. Shuning uchun men unaqa ochiq aytmayman, uyalaman, chunki shogird bo'lish uchun ham darajaga chiqish kerak deb hisoblayman-da. Menga qarang. Siz u katta futboldan sharhlayapsiz.
Bizning gapga e'tibor bermang. Siz o'zi darajadagi odamsiz. Bizdagi unaqa kamtarlik ham qilmang demoqchiman-da. Ko'tar qilarkansizlar juda. Ha, Ahmad, siz eng zo'ri. Siz tushunyapsizmi? Siz zo'r bo'lganingizni bizni chaqirmasangiz. O'zbekistonda kim? Desa men deng. Vat Xayrullo akalar, endi Davron akalar necha yildan beri yuribdi. Ular pensiyaga chiqadigan vaqt ham keldi u odamlar. To'g'risi, va ular mana xato qiladi deb biz kechiradi deb biz kechirmasligimiz kerak ular. To'g'risi, yoshi katta odam, shuncha yildan beri ishlaydi, qanday xato qilishi mumkin? Birorta doktorni ko'rgansizlarmi? Uzr, o'ldirib qo'ydik uni deb. Ya mayli, siz endi necha yildan beri doktorsiz deydimi? Yo'q, yoshlar xato qilsa, no endi boshlabdi bu deyishimiz mumkin. O'shaning uchun siz nomer 1, vot mana. Ertaga City bilan Real o'yinni siz sharhlang. Agar siz sharhlamasangiz, men sudga beraman. Kimni sudga bersak bo'ladi bu? Kim qaraydi bu anaqaga? Yo, sen u Muhammad Alini o'zini berasan. Men aytuvdim, aytganimni qilmadi deb. Shunaqa holatda bo'lgan. Endi sudga berishmas, o'sha portal bor edi-yu. Ha, hozir ham bor. Yozib o'tiraman, tag'in endi bilmadim qanchalik ishlayapti, lekin o'sha portalga Islom Karimovdanmi? o'sha futbol TV bor payti portalga yozishgan, mana shu sharhlovchi sharhlamasin deb. Tabiiy futbol TVga kelgan, men o'zim ham ko'rganman. Endi to'g'ri, misol uchun davom ettirilgan baribir bu, lekin shunaqa holatda bo'lgan. Odamlar prem yozgan. Yo'q, aslida talonchi sharhlamasin, yoqmayapti, shunga o'xshash gaplar. Sharhla olmaydi, o'zini ishini qilsin. Anaqa deb yozib o'rmadinglarmi? Tam pultda bitta knopka bor. Va qizig'i, shu rasmiy javob ham qaytarish kerak-da bunga. Kstati, da, portalda qaytariladi. Aytgancha shunaqa anaqa bo'ldi deb, ha? natija. Nima deb yozgansizlar? Qiziq prosta. Endi men uni bilmayman, endi rahbar. U rahbariyat jo'natadi, ha. Lekin qanchadir miqdorda sharhlaydigan o'yinlaringiz kamayib qolganmi? Yo'q, menga yozishmagan, men o'qib sharhlamas edim. Yaxshi, ko'rasizmi omadliligimni? Hozir portal bo'lganda bor. Yo'q, o'zicha menimcha sharhlovchilik bu ajoyib kasb, ajoyib nima? Chunki hozir men eshitib bugun o'qidim kakras, shoudan oldin tayyorgarlik ko'rib, har xil bloglarni mana o'qiganda Qahramon Aslanov yozgan edilar sharhlovchilarni. Endi bizani o'zimizni o'zbek sharhlovchilaridan misol uchun keladigan bo'lsak, bu ularning fikrlari ham bor, umumiy jamlanmasi sifatida aytaman. Axbor Imomxo'jayev bo'lsalar, eng ota sharhlovchi sifatida har bittaligini o'zligini yo'li bor. Qisqa qilib aytganda, hozir kunda top sharhlovchilarimiz bu Davron Fayziyev, Xalil Hamidov bo'lsa, Muhammad Ali deb aytdim sizga, Islom aka, boya. Qahramon Aslanov ham alohida Muhammad Ali va Orif Tolipov ham deb yozgan joylari bor. Ya'ni Hasan Turdaliyev bilan va Davlat aka Turdaliyevni davrlari, Davlat aka Turdaliyev sharhlari umuman boshqa olam, boshqa dunyo bo'lgan. Shuning uchun shunaqangi darajada ajoyib kasb deb aytmoqchimanki, hamma sharhlovchini o'zini uslubi, o'zini yo'nalishi va o'zini o'sha olami umuman bor. Конечно, agar o'zingiz olamingiz bo'lmasa, ba'zi bir kasblarda shu yurib bo'lmaydi. Misol uchun murabbiylar orasida aytaylik, mana bu murabbiy deb to'p ko'rsatish mumkin, masalan, mumkin. Lekin sharhlovchilar orasida har xil. Rossiyada ham mana qancha sharhlovchi bor, hammasi umuman yo'nalishi, nimasi, olami umuman boshqacha bo'lgani uchun o'zini juda ham katta armiyasi bor. O'zim, men ular yomon ko'rib. Men ular sharhlovchilar yomon ko'rib qoldim. Abduqodir Husanovning o'yinini yomon chaynashdi, lekin ana shular bor-ku. Sharhlovchi uni u darajada bo'lish kerak emas. Sen professional trener emassan, sen professional scout emassan. Abduqodirda ular yomon ezib yuborishdi. Ko'ra olishmaydi ana shular bor-ku. Kuydan shularni bor. Seriozni gap. Ko'rdinglarmi o'yinni? Kimdir setantada ko'rdimi? Men misol uchun ularning sharhida ko'rganim. Между прочим, это футболист. O'shalarni portalga yozish kerak edi, lekin mana shularni yozsa bo'lardi, lekin. Davay yozamiz. Yozamiz? Marhamat. Qarshiligim yo'q. Bo'ldi, ketdik. Xo'sh, menimcha maza bo'ldi bugun. Terma jamoa. Gaplashamiz terma jamoa. Juda ham katta mavzu. To'g'risi, men o'z gaplashmoqchi edim. Aytib ko'ring, agar kichkina joy bo'lsa javob berishga harakat qilamiz. Yo'q, savolim uni qilmang-da. Qani, sizda nima savol? Sizga savolim bor edi. Marhamat. Futbol haqida eshitgan yoki o'zingiz
qilgan hazillar eng kulgilisi qaysi biri? Futbol haqidami? Menda anaqa bo'lgan. Ronaldo как раз Al Nasrga o'tgan vaqtida bo'lgan. 7-raqamni oldi. Masharipov bilan. Da, men hech o'ylaganman O'zbekistonlik futbolchida edi 7-raqam va olib qo'yishdi. Men aytganman keyin, menimcha biznikilardan raqamni olish ham qiyin bo'lmagan. Kelganda, "Akin, sen bitta 7 da o'ynayapsan, xunuk. Biz senga 2 ta 7 beramizmi?" Dego, yo'q, 77. Masharipov nech pul ekan? Yo'q, pul emas, tekinga beramiz. Tekinga beramiz. Даже Ronaldoni ham puli yetmadi 2 ta 7 olishga deb. Shunaqa bor edi futbol haqida. Eng kulgilisi? Men uchun shu eng kulgilisi. Вот такой. Bizda o'zi YouTube'da sport kontent kamda. Shuning uchun ham misol uchun bizga o'xshagan bolalar oddiy videolar qilsa ham ko'p prosmotr bo'lib ketadi. Shuning uchun sizga o'xshaganlar baribir Yana bir marta aytaman, siz eng zo'ri Muhammad Ali. Siz unaqa demang. Negadir menda shu past o'ziga bo'lgan ishonch sal pastroq. No xullas, tilini ham buzdingiz lekin. Nimaga? Uzr. Tilegiydi bu. Yaxshi. Davom etishini xohlayman. Faqat menga emas, senga ham. Lekin siz bu shouda men bir marta bormay, keyin bormi, yo'qmi, qaydan bilaman. Borsan. Yo'q, gonorarim beringlar bo'lmasa. Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar. YouTube tomoshabinlariga ham. Rahmat.